Xo'p, o'rsizlar, omonsilar qaliqlarim. Yo'llaring omonmi? Hammalaringni. Endi tunog'ini dallan kunam sali gapirib edim. Yana bugun endi aytishga gaplarim bu qaliqlarga. Chunki har bir soat, har bir kun deydi-ku. Bu g'animat kun, buni o'sha ichingdagi gapingni aytib, ana o'tish kerak. Odam deydi, bugun bu erta yo'q degan gaplar. Mana shu dunyodagi bor urushlar faqat millat uchun bo'ladi. Bugungi Ukrainani urushi ham, bugun Ukrainani urushini ham o'sha Telegramdan qarab o'tiraman. O'rus xohladi Ukrainaning tilini yo'qotsa, o'rus tili qilsa, Ukrainani ustiga egalik qilsa. Ukraina o'z millatini, huviyatini saqlash uchun dunyodagi o'zlarini aytishicha ikkinchi sila armiya bilan urush qilyotibdilar. O'liyotdi, nima bo'lsa, shahar buziladi, nima bo'ladi. Faqat maqsad bir narsa, shu Ukrain millatini saqlash qolganini. Bir tana oyog'ini tagiga yotqizish emas. Kitayni ko'raman, o'sha ko'p roliklarini, xususan balani tarbiya qilayotganlarini. Shu o'z balalarini mana shu o'z milliy huviyatiga tarbiya qiladi-da. Dunyodagi har bir urushlar o'zini millati uchun, millat yasash uchun, millatini saqlash uchun. Mana shu o'rtaga bo'lgan Qirg'iziston bilan Tojikistonning ham urushi bu ham o'sha millat uchun edi. O'sha yeri uchun, millat uchun jon beradilar, urushadilar, o'ladilar. Bir qarish yer uchun. Ki bu bizni davlati, bizni yeri deb. Qarab tursan, xalq nima uchun yashayapti degan savol bo'ladi-da. Qirg'izistondagi qalliqni, Tojikistondagi qalliqni olib kelib turib, tojik qirg'iz o'rtasidagi ambitsiyaga, huviyatiga ikkisini urushtiradilar. Busi bu tomondan kelib yorog' olib keladi, qo'liga urushadi. Usini tomondan olib keladi, busi protiv busi urushadi. O'rtaga ikki qalliq nezashda o'lib ketyapti, tushirib ketyapti. Faqat bu yerga huviyat, ruhiyat, nom, bonus kimga qoladi? Yo usiga, yo busiga. Ertaga shunoq agar bir jonjol bo'lib qolsa O'zbekistondan, yana kimni olib keladilar? Yana qalliq sagrasini to'plab keladi. Bu tomondan ham kimni olib keladi? O'sha qolgan qutgan qalliqlarning sagrasini, boshqasini to'plab keladi. Uringa bir-biringdan deydi. Urasizlar. Sizlar o'lasizlar, yo qolasizlar, kamayasizlar. Kim bura foyda ko'radi? Kimga bu foydalari kimga tegadi? Kim millat yasaydi? Boshqalar millat yasayapti. Shu yashayotgan davlatingni qaragin, qanday o'z millati uchun nimalar qilyapti? O'z millatini yasash uchun nima qilyapti? Har kuni televizoringga ko'rib turgan narsang.
Senga biron iymon, vijdon bo'ldimi? To'ra keladi, men ham millatman, men ham xalqman. Meni ham huviyatim bor, ruhiyatim bor. Meni ham milliyatim bor degan narsa senga bir keladi, bir saligina biron aqlingga yo kelmaydi bu narsa. Bu narsa kelmaydi senga. Shuni olmasa jonim. Aytarlar-ku, hali bir xil biz muzikani biz chertamiz, raqqosasi sila deydi-ku. Aynan xalqda bugun yashayotgani mana shu. Muzikasini boshqa odam uradi, raqqosasi xalqlar. Har bir problema bo'lsa bo'lmasa, hech bir joyga sizlarni na bir davlatga, ya bir joyga, na bir sizlarni faqat programma kulturna yo'q qilish programma. Kulturna xalqlarni yo'q bo'lishi programmasi. Bular 1 yil 2 yil emas, bular ancha yildan beri o'sha birinchi shu o'z nomini olgan o'sha 24-yillardan baqa qarab bu programmalar sizlarni yaxshilab yo'q qilish programmalari chizilib kelgan. Sizlar faqat ikki qo'llaringni allaringga qiltirib quliq deb turavering. Yaxshi bo'ladi. Xalq bu dunyoga shu bir yashash uchun kelganda, prosta bir yashasa. Xalqqa farqi yo'q, u qara yashaydi, nimaga yashaydi, nima uchun yashayapti, ertasi nima bo'ladi, maqsadi nimada? Xalqqa bu dunyoga o'zi maqsad degan narsa yo'q. Bir insonga bir maqsad bo'lish kerak-da, mana shu yashagandan keyin yashashingga bir maqsading bo'lish kerak-da. Nima uchun yashaysan? Endi bu xalqni o'rtasiga urush solish programmalar bular o'sha xususan diniy programmalar bo'lgan. Men tarixdan ko'rib kelaman. Ko'p xalqni o'ynatganlar, urush qilganlar, bir-birlari bilan urush qilganlar. Busi sen chappasan, busi sen so'nqulsan, busi sen alibsan, sen busi bilmayman, sen ana busisan, sen busisan deb, sen mojakisan deb bir-birlari bilan azancha urush qilganlar. Zamonida bularni orasiga urush qo'yganlar. Shuni titilib ketgan. Bugunga davr mana shu narsa qo'shni oralariga kelyotibdi. Qo'shnilar titib o'tiribdilar bular. Hech bir vijdon yo'qki, narsani ko'rib turib, to'xta, nima uchun mana bularning davlati bu? Nima uchun bu davlat bu? Nima uchun men millati davlatim yo'q degan savol xalqqa kelmaydi. Bir Tojikistondagi xalq emas, O'zbekistondagi xalq bu, Qozog'istonga bu, Qirg'izistonga bu, Afg'onistonga bu. Hammasi bular xalqlar. Lekin shularning kalasiga bir narsa kelmaydi. Nima qoni men davlatim? Qoni xalq sen qarasan. Ke qon bir birlashayliklar, bir belimizni bog'laylik. Bugun erta Hazoralar o'zlariga davlat qiladilar. Hali ko'rasizlar. Hazorani boshiga kelib Pashtun rahbarlik qila olmaydi. Tojik boshiga rahbarlik qila olmadi Afg'onistonga. Hech kim rahbarlik qila olmadi. Hazorani rahbari Hazora bo'ladi ichiga. Shuni men u kuni ham shularning tarixlarini ancha bir cho'qiladim. Mana shu Afg'onistonga ham bularni boshiga raisi, hokimi va boshqa odam bo'la olmaydi, o'zlaridan bo'ladi. Mana buni millat deydilar. Mana buni millat deydi. Lekin biznikiga kimni? Bizga farqi yo'q kimni. Kimni nima qiladi, qilmaydi. Bu bir narsani tushunadi. Hali kundan bir tasdan gapirsam aytadi, men xalqini bilay ekan, xo'sh gapiradi. Men tojikman deydi, lekin xalqlar raisiman, xalq shu nimalarga, shu qishloqlarga men qishloqning raisiman deydi.
Bizlarni ham qishloqlarga, boshqa joylarga ham tojik rais. Nima uchun? U tojik qaliq mentalitetini nima biladi, qaliq madaniyatini nima biladi? Bizni farhangimizga, madaniyatimizga to'g'ri keladi, kelmaydi. Ne interesna bu narsa? Seni boshingga ana shu rahbar bo'ladi. Sen rais deb qo'lingni alanga tiqib, kallang past qilib, ko'ting to'nqaytirib turasan, o'tib ketaversa, rais deb. Hech bir ko'rmadimki, bir qaliqning nomusi bo'lsa-da, bir vijdoni bor qaliq, nomusi bor, shuni to'g'ri kelay, men millatman. Meni yerim bor. Bugun Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, O'zbekiston ham, Tojikiston ham 4 davlat o'rtasidan yer ajratishga haqqimiz bor. Birlashingga men ajrataman. Qandini ursin birtasini qidaysan. Birlash faqat. Bo'ldi. Sizlarni millatlaring qaliq yozmaydi yashayotgan joylaringga. Bilasizlar sizlar? Sizlar bir odam, bir inson priznavat qilmaydilar. Xohlaganini yozadilar. Kim nima xohlasa. O'sha millat bo'lib yashayverasan. Keladi sen qishlog'ing nomini oladi, o'ziga ma'qul nomini qo'yaveradi. Bu farqi yo'q, sen yashayotsan, yashamayotsan, seni odam hisoblamaydilar. Sen odam emassan u davlatga. Sen rasxodsan, rasxod, musorsan. Yashayotgan davlatingga sen musorsan, rasxodsan. Bilasan nima uchun? Chunki seni boshingga o'zidan qo'yadi, sening qishlog'ing nomini alishtiradi, kerak bo'lsa sening nomingni alishtiradi, nima xohlasa qiladi. Neki bir problema, urush, bir kamchilik, bir narsa bo'lsin, birinchi seni olib borib tiqadi balangni. Birinchi seni balangni olib borib tiqadi. Sen faqat o'ynaysan, rasxodsan sen, rasxod. Agarki bir davlatga yashayotgan joyingga seni millating bir millat priznavat bo'lmadi. Seni millating, seni huviyating, senga bir maktoving bo'lmasa, seni bir sadiging bo'lmasa, bir bala tarbiya qilayotgan joy, seni balangni u o'z ruhiyatiga tarbiya qilsa, ertaga bir urush bo'ladi, bir narsa bo'ladi, birinchi olib borib seni balangni ko'chadan o'chkidak mangillatib balangni ablava qilib olib ketadi. Niq deya olmaysan, sen rasxodsan, rasxod. Rasxodni material, musorsan. Sen yashayotgan joyingga sen musorsan. Seni hech kim, biron narsa priznavat qilmaydi. Просто расходный materialsan. Ishlaysan, g'ulomlik qilasan, mardikorlik qilasan, Rossiyalarga borasan, g'ulom bo'lasan, olib kelasan. Yashayotgan yeringga seni bir haqqing yo'q, biron narsang yo'q. Faqat buja ko'tarasan, bularni kayf qilgan rasxodini bujasini sen to'laysan, olib kelib, ishlab turib, eshakdek ishlab olib kelasan. Bularni obodligiga, bularni o'sishiga, bularni nomini, bularni farhangga, bugun kiyimlaringni, madaniyatingni tartib olgan qanday. Bugun ovqatingni, madaniyatini tartib olganlar bularni. Hech nima qila olmaysan. Hech narsa qila olmaysan. 4 qalliq idiga ta o'zini ko'tini sotib turib, tam o'layam tag'am. O'z qalliqlarga boshqasiga dushmanlik qilib yuribdi. Allah. Bilasizlar? Sizlar imperiyasizlar, imperiya. Qalliq otini minganga ana u tomondan Xitoyda oyog'i dirillagan, bu tomondan boshqasini oyog'i dirillagan. Nesan oyoqlari qaltiragan qalliq oti minganga. 600 yil, qarib 700 yil davlat qilish bu oson emas. Bu oson narsa emas, 700 yil davlat qilish. 7 asr davlat qilish oson emas. Hopdan chiqqan o'sha esdaliklar, sizlarni joylari, sizlarni shaharlari, qalliqqa tegib turgan narsalar, qalliq sal olib turib UNESCO-larga qardim to'ysa bo'ldi-da. Hay nima kimga kerakdi, shu o'tar dunyo o'taman-ku.
Hay shu yerni hay Xudo behishdan benasib qilmasin. Bevatanni meyta arablar tuflamay uribdilar orqalaringdan. Bugunga davr arabni o'ylagan g'ulomi bo'lib yuribsizlar mifologiyalarini. Bugunga davr g'ulom sizlarni ana shu narsa g'ulom qildi. Mana shu axir mana shu narsa olib kelib sizlarni g'ulom qildi. Bugunga davr g'ulom bo'lib turganlaringni asosnovat qila olmaysizlar. Faqat sizlar o'ynasanga, qo'shiq qo'yib bersa o'ynasanga, o'yna qoldi. Rasxodsan, rasxod material. Bilasan shu. Mana shu narsani har kuni ko'raman. Har kuni qarayman, mana bu qalliqni stolitsiyalarini, tarixlarini ko'raman, joylarini ko'raman, o'qiyman. Bugun uni yerlarini, undan chiqayotgan o'sha arxeolog chizlarni bu saytadi bizniki deydi, bu saytadi bizniki deydi, bu saytadi bizniki deydi. Mana shu Tojikistondan olgan shu mana shu Hulbuk bu to'g'ridan to'g'ri Qoraxonlik o'sha arxeolog sentri edi. Hali bir Alijon bu, Alijonni qalasi bu. Qala bu shahar degan narsasi. Alijon shahri bu hali Hulbuk shahri, Hulbuk qalasi, Hulbuk shahri. Qala shahar bo'ladi. Hop. Hamma narsa shu yerdan chiqqan 90% hammasi shu Qoraxonlikni davlatiga tegishli kitoblar, yoziqlar nima bo'lsa chiqdi, hammasini yoshirdilar, aytdiki, bular tojiklarniki dedi. Mana qalliq borib o'ynagin faqat yo'ra. O'yna. O'zingning arxeolog chizlaring, Qoraxonlik davlati chizi. Seniki, davlatingniki. Seni millatingniki, seni huviyatingniki, seni ruhiyatingniki. Qani aytdik sho'rayni shu qalliqlarni chizi. Mana bu Qoraxonlik davlatiga tegishli, Qoraxonlik davlati bu qalliq davlati. Mana bu davlat bu qalliqlarga tegishli. Bu narsa bularning ham haqqi bu. Haq berdi senga. Ha? İçidagi bor zar zevar tillolarni chiqardilar. Ha, mana urdilar savdoga, milliardni ishladilar. Seni tuf demaydi o'zingga. O'zingga tukurmaydi seni. Bilasan? Kim senga so'raydi? Sen faqat o'ynagin. Biroq urush bo'lsa, rasxodli material olib borib tiqadilar. O'shara yuraysan gerday o'sha. O'lib ketguningcha. 90-yil urushiga ham bilasizlar, qancha olib borib qalliqlarni o'ldirdilar. Yodlaringdan chiqmaydi. Shunaqa emasdi? Qancha olib borib tiqdi? Hozirga davr bir qalliq balak ovlab yuribdi. Meni balam qara ketdi deb. Qani 90-yil urushiga ana shu davlatning mustaqil bo'lgan shu kunga kelishiga qalliqlaring, sagralari masalan shura ichiga oqib ketdi, o'ldirib tayyorladilar. Hop. Bugun sizlarni millatini priznavat qilib, to'xta, shular ham shu bizlar bilan yashayotibdi. Shularni millati qalliq yozayniklar. Shular qalliqlar, qo'y, shular ham kulturasi bo'lsin, maktablari bo'lsin, tillarini ochsinlar, yozsinlar, yursinlar. Qilli yo'q. Sen rasxodsan, rasxod. Bugun shu milisaga ishlayotganlaring, vayeniga ishlayotganlaring, sizlar faqat qilayotgan ishlaring boshqani yashash uchun, yayrash uchun sizlar rasxodsizlar, g'ulomsizlar. Sizlar o'zlaring uchun hech narsa qilmaysizlar. Sizlar faqat o'zlaring uchun nima qilasizlar, bilasizlar? O'sha beradi-ku 2000 so'm, 1500 so'm oylik beradi-ku. Endi o'sha yeysizlar, tamom. Boshqa biror narsa qilmaysizlar. Biror narsaga haqlaring yo'q. Mana shu bugungi chakan ko'ylak biron men tamomi tarixdan dokazat qilib beraman, bularga tegishli emas. Bu qalliq madaniyat, qalliq farhangi, buni nomi ham bu, hammasi o'zi qalliqdiki. Qani? Qonisan qalliq. O'ynagin faqat sen. Shuna emasdi? U yotishidan bir xillari ko'chalarga "Men qalliqman" demaydi.
tojiki gapir deb qo'yadi. Chunki nomus bo'lmagandan keyin o'zingdan uyotasan-da, o'z tilingdan uyotasan, o'z huviyatingdan uyotasan, o'z ruhiyatingdan uyotasan, o'zingni o'changdan uyotasan, o'zingni otangdan uyotasan. Begonani otasini bor ota deysan, begonani ochasini bor ocha deysan, chaqirasan. Mana shu ocha, ota so'z ham bu qalliq so'z. Bu biron porsi so'z emas, bu qalliq so'z. Xona begonanikini boruz keyin avragini, asragini silagin. 2 so'm pul uchun. Mana shu qalliqlarim. Endi har bir narsa uchun aytadi-ku, nomus kerak. Buni o'qish kerak, bilish kerak, tarixingni bilishing kerak, nomus kerak bu narsaga. Men o'zimni aytaman, uzoq ketmayman. Men 8 yil qarab bilalariga, mana shu Emomaliga protiv turib, mana shu oppozitsiyaga men akajon edim alalariga. Chunki men foyda olib kelaydim bularga. Men Emomaliga protivman. Faqat bularni difo qilaman. Akajon edim. Lekin o'sha kuni men qalliqlarning tarixlaridan birta ikkita chiqarib edim. Qalliqlar deb hammasi qaytib meni dushmansan dedi. Sizlar turklar bizlarni o'ldirgan dushmanlar sizlar dedi. 1000 yilga agar sizlarga mana shu 1000 yilga do'st bo'lmadi. Mana shu Qoraqo'rg'onlik davlatidan keyin 1000 yil undan allan 1,5 ming yildan beri sizlarga do'st bo'lgan emas bu narsa. Men bugun bu narsalarni taylariga yetib kelib aytaman men sizlarga. Ey, do'st emas. Hech kim. Yodingdan chiqarma. U davlat, u millatdagi seni nomingni, seni millatingni pasportingga yozishdan qo'rqadi. Senga haq bermaydi maktubing bo'lsa, senga haq bermaydi tiling bo'lsa, senga haq bermaydi sadiging bo'lsa, u seni dushmaning, u sening do'sting emas. U seni dushmaning. Sen dushmandan bir joyga yashayotsan. Seni yo'q qilayotgan dushmandan yashayotsan. Dushmaningni quchog'iga to'nqayib yotgansan qallig'im. Buni yodingdan chiqarmagin. Men bu narsani tayiga yetganimdan aytaman. Qarga bo'lsang bo'lmasang, O'zbekistongasan, Qozog'istongasan, Qirg'izistongasan, seni millatingni priznavat qilmagan joyga yashayotgan bo'lsang, seni tilingni priznavat qilmagan, seni tilingni o'zini tili qilgan, seni tarixingni olib o'ziniki qilgan, seni o'zing tarixingdan uzoq qilib qo'ygan, sen men qalliqman desang og'zingga bir tepa aytgan insonlar, biz qalliqlar deb, bilmayman, bu Chingizxonni ham balalari qalliqmiz deydi. Kimni balalari biz qalliqmiz deb yuribdi nasli. Qardansan, qalliq qaradi sen qarasan. Qalliq qara, Chingizxon qara. Qalliq qara, Temurlanni qara. Bu qaysi bir boshqa narsalarni olib keltirib, biz deydi, bizning tariximiz. Chunki foyda oladi bundan. Qalliqda o'ziga tepib yoradi. Mana shular dushmanlaring bo'ladi. Mana shular dushmanlaring bo'ladi. Dushmaningni tanimaysan, quchog'iga to'nqayib yotibsan, do'stim deb. Bular dushmanlar. Bilasan? Bu narsa laqayga ham tegishli. Laqay ham bilib olsin. Shu yerda yashayotganlar, boshqalar, ana turklar ham bilib olsin, mana bu Kaltatoy bilib olsin, Barlos bu narsani yaxshilab eshitib olsin, bilib olsin. Mana shu qadim insonlarni, xalqlarni priznavat qilmayotgan, mana shu yashayotgan bo'lsang, bilginki u dushmaning seni priznavat qilmaydi. Xohlamaydi seni borligingni. Faqat endi iloji yo'q-da, kelib og'zingdan otishga iloji yo'q. Bular asl dushmanlarimiz. Bilmayman kimni nevaralari bu, kimni balalari bu, kimni qonidan kelganlar. Bular asl bizning dushmanlari. Biz o'z dushmanimizni ichiga yashayotdik. Biz dushmanning xizmatlarini qilib yuribdik. Dushmanning g'ulomimiz biz. Biz o'z dushmanimizning g'ulomimiz.
ki ular xohlamaydilar bizni borligini. Ular yoqtirmaydilar bizni pasportlarimizga bizni nomi yozilsa, qalliq deb millatimiz yozilsa. Ular bu narsadan qo'rqadilar. Bilasizlar, bular dushmanlaring. Hech vaqt sizlarga do'st bo'lmaydi bular. Hech vaqt. Bu dunyo, bu dunyo. Men bularni do'st deb bilmayman. Farqi yo'q kim bo'lsin bo'lmasin. O'zbek edi, boshqasi qozoq edi, qirg'iz edi, tojik edi. Menga bular do'st emaslar. Men bularni do'st deb bilmayman. Dunyoga mana shu Isroillarni ham, mana shu Yahudlarni ham 2000 yil hech kim qabul qilmadi. Bechoralar ko'chalarga to'pdak futbol qiladilar. Narxdan bera, bertan bera. Dunyoga titdilar. 2000 yil harakat qildilar yo'q qilishga. Neki mana Yahudlar qaytib mana bugun o'z davlatlarini qaytarib oldilar. Ana bugun Yahud qilsa shu narsani, boshqalarning dodovoy osmonga chiqadi. Bular yomonlar, bular nima? Bu 2000 yil sizlar bular boshiga nima qilinglar? Qarga bir genotsid bo'lgan bo'lsa, bechara Yahudlarni o'ldirganlar. Qarga bo'lgan bo'lsa, tarixlarini o'qing. Stalindan Gitler ham urush qilib qolsalar, ikkisi kelib Yahudni o'ldirgan. Urush ham Yahud o'ldirgan. Bu ham kelib bechara Yahudni o'ldirgan yeveraydi. Qarga urush, Samarqand Buxoroga ham urush bo'lgan, Yahudlarni borib o'ldirgan, sizlarning aybi deb. Dunyodagi bor urushga Yahudni gunohkor qilib o'ldirganlar bechoralar. Lekin bugun davlatlarni oldilar. Men respekt deyman-da bu narsani. Oldilar davlatlar. Saliginasini oldilar, hali hammasini emas. Lekin oladilar hammasini. Chunki nomus bor ularga, nomus, vijdon bor. Vijdon qalliqqa o'xshab benomus bevijdon emas. Ko'rtosiyo mana shu qalliqda ham yeri yotibdi. Taqsim qilib yarmini qirg'izga olganlar, qozoq olgan, bugun tojik olgan, o'zbek olgan. Qalliqni yerini taqsimlab olganlar. Lekin qalliqni o'zini priznavat qilmaydi. Baxini o'zbek yozib qo'ygan, axini tojik yozib qo'ygan, axini bu sen qozoqsan, sen qirg'izsan deb yozib qo'yganlar. Rahmat ol. Bal bir kun bechara Qirg'izistondagi bir qalliq chiqadi, aytadi men qalliq tilini bilmayman deydi. Hech nima qilmaydi, yevreylar hammasi o'z tillarini bilmaydilar. Faqat Nabo'riga o'zini yevrey millatligi bor edi. Nabo'riga, tiliga emas, Nabo'riga bor edi. Bu tili boshqa gapiradi, boshqa gapiradi. Hammasi har xil gapiradilar. Lekin mana bo'rlarga o'zlarini o'sha yevreyliklari bor edi, yahudliklari. O'shaning uchun vatan qildilar. Agar sen qalliqni mana bo'ringa qalliqliging bo'lsa, sen tiling muhim emas, sen o'z qaysi tilga gapirasan. Nevajna bu sening tiling, gapirayotgan tiling. Sen qozoqi gapirasan, qalliqi gapirasan, o'zbeki gapirasan, tojiki gapirasan. Nima bo'ringa bo'lish kerak qalliqliging? Men qalliqman degan narsa mana bo'ringa bo'lish kerak. Meni ojdodim qalliq, avlodim qalliq degan narsa mana bo'ra bo'lishing kerak. Ruhiyating, har bir qilayotgan ishing, tiling ham boshqa bo'lsa, mana bo'ring qalliq bo'lsa. Ana uchunga sen qalliq bo'lasan. Qirg'izistonga aytamiz, qirg'iz gapiramiz, biz qalliqni bilmaymiz, neki bizda avlodlarimiz qalliq bilamiz, qalliqligimizni, neki bil tilimizni yo'qotganmiz. Bu tiling hech narsa qilmaydi. Bugun ham yevreylar mana so'zlab davlatlarni asta-asta o'z tillariga maktov qiladilar, o'z tillarini bugun Isroil ichiga Samarqand Buxoroni yevreylari, yahudlari tojiki mana shu Sug'di porsi gapirib yuribdi. Hech nima qilgan emas, hech kam bo'lgan emaslar ular. Normal to'ylari ham shunaqa o'tadi, marakalari ham hammasi mana shu qandoq o'sha Samarqand Buxoroga o'tgan bo'lsa, mana shunaqa o'tadi. Biror narsa qilgan emas. Yashayotdilar, asta-asta bolalari boru keyin assimilyatsiya bo'lib, tilni o'rganib yashaydilar. Biror narsa qilmaydi. Hech narsa kamligi bor, ko'pligi bor. Lekin mana bo'ringa qalliqliging bo'lish kerak. Bugun ana bechara Afg'onistonda qalliqlarga ikkita xileb bersang,
borup ana bir ikkita blogerlarni ko'rib turibman, borup. Mana bu Afg'onistonning o'zbeklari deydi. Qayerdan olyapsan sen uni o'zbekligini? Ha? O'shalar Chingizxonni avlodi dedi. Yo'q, ular Chingizxonni avlodi emas. Qayerdan olyapsan uni bilmasa o'zbekligini? Bular o'zbeklar deyapti. Propaganda. Bilasan? Bu bechoralar bilmaydilar. Hammadan ketin qolib ketgan, tarixdan ham, ilmdan ham, hamma narsadan. Ikki xilib bersang, televizion o'xshay ekan deydi. Shuning uchun sen o'zbek ekansan jonim deydi. Ketaveradi o'zbek bo'lib. O'zi biz o'zbekmiz deyapti. Avval u bechoralarni turklar degan, keyin turkmanlar degan, keyin bilmayman nimalar degan, keyin o'zbek bo'ldilar. O'zi oxiriga kelib o'zbek bo'ldilar. Chunki ular bilmaydilarki, ular qalliqlar, ular o'sha shu qalliq avlodlari Qoraqonlik zamonidan ko'pi borib qolgan, asl o'sha ota bobolari Qoraqonlikdan borgan. Necha asrlar bo'ldi ular o'ra yashaydilar. Mana shu gapirsa ham xuddi mana shu qalliqlarda gapiradilar ular. Qayta bizni tili o'zbek maktablar qilib, bizlarni olib borib o'zbek maktablarga majburlab o'qitib, saligina tilimiz tag'am nima bo'lib qoldi, buni buzilib qoldi valnasi. Endi bilmadim. Qallig'im axi tasmim o'zing qilasan, o'zing olasan nimangni. Yo'q, qalliq bo'lib to'ra kelasizlar, asl qalliq bo'lasizlar. Mana shu bu shunchagina yer ham bo'lsa o'z qalliq davlatimizni qilamiz. O'zimizni bayrog'ini ko'taramiz. Bilaman bu oson ish emas, bu bir kunlik, ikki kunlik ish ham emas, bu bir yillik ish ham emas. Lekin bugun men sen balangni balasini tarbiya qil. Vaqti kelib qoldilar. Davlatlar ham bir kun, ikki kunga olinmagan. 100 yillab jonjonlar qilganlar. Mana yevreylar 2000 yil bechoralar darbadar bo'lib yurib jonjonlar qilib. Neki mana bo'rlarga o'sha o'zining yevreyligi bor edi. Mana shular yig'ilib, mana shu baqillari qaysi dunyoga bo'lmasa yig'ilib, mana zavodlar qildilar, firmalar qildilar, ishladilar, o'qitdilar balalarni, o'qitdilar. Mana oxiriga kelib mana bugun dunyodagi tag'am eng bir o'zi maydagina davlat ham bo'lsa, ancha munchasini o'tkazib qo'yaydigan davlat. Mana shu 26 ta arab davlating niq deya olmaydi. Niq deya olmaydi. Allaga. Chunki moshna davlat qildilar. Qandan ursin. Malades deyman men. Qoni qalliq shunoq banomus bo'lsa. Qoni qalliqda shuncha o'z millatiga shuncha iymoni bo'lsa qalliqligiga. Qaraydi bu narsa. Yo'q. Eshitsa o'sha qallig'im o'zi, mana shularni agar taylasalar qalliqlarini bir-biriga taylasa, ko'rsalar, aqllari kirsa, faqat bu narsani birlik bilan qilasan. Birlik bo'lmading, jonim. Qardim deb yuraversang, yuravergin. Bir narsani aytmoqchiman sizlarga, mana shu yerga bu. Bir do'stim bu, bir tanishim bu. Yahud oilalaridan. O'shani bobosi bo'shora. Bobosi. O'zi xato qilmasam o'sha 90dan o'tgan chol. 90lardan o'tgan, 92, 93largadi. Shuni o'tgan, yoshi o'tgan chol. Pensiya, oylik, poylik nimasini oladi-ku. O'zlarini fondlari bu. Yeyishini, ichishini mana shu oyligini oladi. Mana shu ichaytog'on, yeyaytog'oni mana shuncha pul. Mana shu yerdan agar topsa, agar o'sha nimasidan mana olsa, agar $1000 pul olsa, mana shu $300 yeyish ichishiga yetaytog'on bo'lsa, agar shu Yevropaga o'sha sharoitiga $300 ni oladi, $700 ni o'sha fondlarga o'tkazadi. Yana ham shu
İsroil davlati baquvvat bo'lish uchun yana ham shu davlat mustahkam bo'lish uchun fondlar, bizneslar mana shu allan ketish uchun mana shu İsroil xalqi yana ham allan ketish uchun 90dan o'tgan chol olayotgan pensiyasidan bir umr deydi men pul berganman. Aqlimni taniganimdan biz ko'chalarga patinkalar tozalab, ko'chaga limonotlar sotib, tangalarni to'plab olib kelaydik. Bizda o'txo'chalarimiz, shu o'txalarimiz shuni o'tkazaydilar o'sha fondlarga. Bugunga davr chol bir umr ishlaganim deydi, mana shu tirikchiligimdan olganman, tirikchiligimdan qolganini o'tkazganman, mashin minmaganman, velosiped mingan yo'qman deydi. Velosiped olgan yo'qman yoshligimda deydi. Kuchim tegdi olishga, ishlaydim. Lekin men velosiped olgan yo'qman deydi. Men oshnolarim deydi. Men biron borib gapirib o'tiraman bilasizga. O'tiraman. Meni oshnolarim o'sha zamonimizdagi yoshlar deydi, "Men velosipedi bor edi" deydi. Men velosiped olgan yo'qman deydi. Men topgan pulimni o'tkazganman deydi. O'z fondimizga. Ana endi qarang. Bugun o'sha 90dan o'tgan chol olayotgan pensiyasi o'sha narsasidan hali ham o'sha o'z millat, o'z huviyati uchun o'tkazayotgan o'z fondlariga, o'z narsalariga o'tkazayotgan o'shalar. Haliga davr. Men o'lgunimcha o'tkazaman deydi. Ha? Bu dunyoga borman, o'tkazaman. Bu bir o'ziniki. Har bir nevaralari, har bir o'g'li, har bir tasi bular topgan pulun tirikchiligidan qolganini hali ham o'tkazadilar. Ya'ni opshinalari bu, opshi pulga, opshiga o'tkazadi. Sen nima qilding qallig'ing uchun? Nima qilding? Savol. Yeding, bu dunyoga qardingni tervatding, bording, chishding tualetga, tamom. Shu bu dunyoni chichishdan o'tkazding qallig'im. Na noming qoldi, na nishoning qoldi, na millating qoldi, na bir yering qoldi. Hech narsan qallig'im qolmadi. Bu dunyoni faqat shu chichishdan o'tkazib yubording qallig'im. Bugunga davr ham chichiyotsan, o'lguningcha chichasan, faqat chichishdan o'tkazding bu dunyoni. Bu dunyoni chichishdan o'tkazding. Boshqa biron ish qilgan yo'qsan. Na huviyating qoldi, na ruhiyating qoldi, na milliyating qoldi, na bir parcha davlating qoldi, na bir madaniyating qoldi, na tamadduning qoldi. Hech narsa yo'q. Bu dunyoga qalliq faqat chichishdan o'tkazdi bu dunyoni, tamom. Hech narsa qalliqqa kerak emas. Chichsa bo'ldi. Eng muhimi qalliqqa chichish kerak. Yeyish, chichish. Mana shu ikki narsa bilan bu dunyoni o'tkazdik. Bilasizlar shuni. Jonlaring omon bo'lsin qallig'im. Qarga bo'lsang, faqat birlashinga. O'z davlatlaringni qilinga olamiz, yaxshilik bilan bo'lsa yaxshilik bilan olamiz yerda, yomonlik bilan bo'lsa yomonlik bilan olamiz. Biron narsasidan qaytmaymiz. Biz millatmiz. Men haq bermayman bir odamgaki meni millatimni, meni o'zbek yozsa, tojik yozsa, qozoq yo qirg'iz yozsa, men qalliqman. Bilasizlar shuni? Qaysi meni bilan do'st, men tag'amam aytaman. Nima Qozog'iston bo'lsa, nima Qirg'iziston, qalliq millatini priznavat qilib pasportiga yozsin, tamom. Lekin bu narsaga men ishonaman, yana ham ishonamanki,
Qalliq bir kun emas, bir kun qaytib vatanini oladi. Neki uchenga mana shuncha yil qalliqda oyoqni tagiga qilib yurgan, mana shu Yevreyda oyoqni tagiga qilganlar. Mana shu O'rta Osiyoni xalqi keyin pushaymon bo'ladilar. Qattiq pushaymon bo'ladi. Shunoq pushaymon bo'ladilarki, shayad bular bo'lmasa, neki bularni balalarini boshiga tushadi, keyin pushaymon yeydilar. Pushaymonligi foydasi yo'q deydi uchinga keyin. Mana shu bugun otalarni qilayotgan, ota bobolarni qilgan ishlaridan vaqt kelib qalliqni qo'liga vlast tushib qolgandan keyin pushaymon bo'ladilar. Ana uchinga keyin qattiq pushaymon bo'ladi. Mana shu ota bobolarni qilgan xatolarini keyin shu nevaralari azobini chekadi. Keyin qattiq azob chekadi. Shuning uchun belingni bog'la qallig'im. Afg'onistongasan, Tojikistongasan, Xitoygasan bugun, Qozog'istongasan, Qirg'izistongasan, O'zbekistongasan, qalliq tarixini yaxshilab o'rgangin. Balangni o'qitgin balangni. Yaxshilab o'qit. Balangni granitsasini qo'yginki, bu qalliq. Mana shu qalliqlik granitsang bu. Shundan chiqmagan. Oshnolik, do'stlik ham o'sha granitsa bo'lishi kerak. Bilgin bu narsani nimaga? Bu chinga davr seni millatingni pasportiga qalliq yozmadi. Seni otang, bobong, bobolaring shuni o'lib ketdilar qalliq yozilmay. Ana shuni yodlaringdan chiqarmang. Bu narsalarni faqat balalaringga tushuntiring. O sen qalliqsan. Bir-birlaringga qiz bering. Bir-birlaringdan qiz oling. Qarga bo'lsang bo'lmasan, Qozog'istongasan, Qirg'izistongasan, O'zbekistongasan, Sinziyangasan, Tojikistongasan farqi yo'q. Bir-birlaringdan qiz oling. Qudalik bir-birlaringni yaqin qiladi. Mana shu uzun bo'lib ketgan Afg'onistonga qolib ketgan qalliqlar, Qozog'istonga, Qirg'izistonga, O'zbekistonga, Tojikistonga qolib ketgan, Sinziyanga qolib ketgan qalliqlar bir-birlaringdan qiz olib qiz bering. Mana shu sizlarni yaqinlatadi. Bir-birlaringga bog'laydi qaytib. Sizlar uzoq bo'lib qolgansizlar. Shuning uchun qiz bering, qiz oling. Bu fikrlarni uzoq qo'ying. Behisht boraman, jannat boraman, Allohu akbar deyman, arabni mentaliteti bilan men behisht borib kiraman, arab aytgan. Bular yolg'on. Bu narsani uzoq taylang qalliqlar boshlaringdan. Bizda o'zimizda Tangrimiz bor. O'zimizda Tangrimiz bor. Ko'zimizdan ko'ramiz, hidlaymiz, ushlaymiz, yashaymiz. Tangrimiz bor bizda. Osmonimizni ko'ramiz, ko'zimizdan ko'ramiz. Tabiatini, gullarini, hidini hidlaymiz. Chiqayotgan mana bu narsalardan yeymiz, ushlaymiz. Bu bizda Tangrimizdik. Bizda o'zimizni ideologiyasi, o'tib ketgan kaganlarimizni o'zlariniki. Bilasizlar? Agar shunga qaytmasanga arab madaniyatidan yashasang agar birlaringniki bo'lmaydi. Hech kim bo'la olmaysizlar. Qizlaringni bering, balalaringga o'rganing Tangringni, o Tangringdan uzoq bo'lma. O'z Tangringga yaqin bo'l. Yaqin yasha. Bugun qalliqni mana shu yerga, mana shu Tangri uruv jazir qilgani ham mana shu sababi qalliq o'z Tangrisidan arab diniga o'tgandan keyin qalliq davlati yo'q bo'ldi. But qalliq davlati. Qalliq sulolasi ham butdi. 600-700 yil qilgan davlat asta-asta, chunki biz Tangridan qaytdik. O'z Tangrimizdan uzoqlashdik. Tangrimdan qaytdik. Bugun mana shu rezultati bizda. Mana shu rezultati. Mana shu bugun bevatan bo'lib yurganing, etganni oyog'in tagiga yurganing, o'zingni bir qarish yering bo'lmagani qalliqlar
Mana shuni sizlarni. O o'z Tangringdan uzoq ketding. Biz Tangrimizni ko'ramiz, hidlaymiz, ushlaymiz, yashaymiz. Har ko'zimizni ochsak, biz qarga burilmasak, Tangrimizni ko'ramiz. Biz Tangri bilan yashashimiz kerak. O'z Tangrimiz bilan. Ana uchunga biz o'zimizga qaytamiz. Arab ideologiyasidan-ku sizlar hech yerga keta olmaysizlar. Mana shuncha kunga kelganlaring hammasi mana shu arab ideologiyasi edi. Jonlaring omon bo'lsin har bir tanqalliqlar. Mana bo'rlaringni ishlating. Tangriga agar qaytmasanga shu arabni va'da bergan beshtining orqasidan mana shuni bu dunyoga oyoqni tayib bo'lasizlar. Hali arab aytgan besh nara tursin. Mana bu dunyoga oyoqni tayib bo'lasan. Yuring arabni va'da bergan beshtingni. Jonlaring omon bo'lsin qallig'i.